Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sizlarni yana ko'rib turganimdan xursandman. Men Dilshod Salihov. Katta futbol festivali Jahon chempionati bo'lyapti. Bu haqida alohida bir favoritlari, kutilmalar hamda O'zbekiston terma jamoasini o'rni haqida alohida bir tahliliy video qilganmiz. Uni ko'rib o'ting, ko'rmagan bo'lsangiz. Hozirda esa biroz Jahon chempionatidan uzoqlashamiz. Real Madrid mavzusi transferlar do'stlar. Xabaringiz bor, Real Madrid prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. Unda Florentino Perez 66% ovoz to'plash evaziga g'alaba qozondi. Riquelme Enrique esa 33 qolgan, shu 33%ni oldi. O'sha Florentino Perez, eski ayyor Perez o'z repertuarida xuddi Luis Figoni Real Madridga qanday olib kelgan bo'lsa, bu mana shu g'oliblikda, ya'ni prezidentlik saylovida ham xuddi shu ishlarni davom ettiryapti. Mana shu yozgi transfer Florentino Perezni hali ham aqliy jihatdan juda ham yetuk hamda tetik ekanligini ko'rsatib beradi. Nima uchun? U esingizda bo'lsa, prezidentlik saylovidan oldin aytganda 150 millionga shu taklif yuboramiz seshanba kuni dedi. Bunda ommaviy axborot vositalari katta bong urdi. 150 millionga Real Madrid o'yinchi olib kelar ekan. Kim bo'ladi u? Olisemi, Kane'mi, palonchi, pismadonchi, Musiala, yana shunday o'yinchilar bo'ldi. Lekin o'sha Vitinha, Neves masalalari ham ko'rib chiqildi. Lekin Florentino Perez juda ham bir ayyorlik ishini qildi, qarayman. 150 millionga taklif yuboraman dedi. Bu degani olib kelaman degani emas. Bu degani hal degani emas. Lekin shunda ham u 150 millionga taklif yuboraman dedi. Bo'ldi. Mana shu bilan u bir o'q bilan ikki quyonni urdi do'stlar. Bir o'q bilan ikki quyon. Birinchidan 150 millionlik taklif yuboraman dedi hamda buni o'sha prezidentlikka saylovida g'olib bo'lish uchun eng asosiy omil sifatida e'tirof etdi. Men u yulduz kimligini aytmayman, ya'ni Riquelme xato qildi. Holland Rodri'ni olib kelaman deb aytdi. Men unday qilmayman, men xato qilmayman, men shunchaki 150 millionlik o'yinchilik kimligini aytmayman, lekin olib kelamiz. Lekin 150 millionlik shartnoma tayyor, biz yuboramiz dedi. Prezidentlik saylovi o'tgandan keyin seshanba kuni shunday xabarlar chiqdiki, u Julian Alvaresga 150 millionlik taklif yubordi. Mana shu yerda Florentino Perezning ikki o'qdan biri otildi. Birinchisi, muxlislar oldidagi va'da. 150 millionga taklif yuboraman dedimi? Yubordi do'stlar. Ikkinchi o'q Julian Alvares. Nimaga aynan Julian Alvares desa, chunki Julian Alvaresga anchadan beri Barselona og'iz solayotgan edi. Barselona unga 100 millionlik taklif yuborgan edi va buni, ya'ni Barselona iqtisodiy qiyin davrida shunday pul jamg'arib 100 million ajratib unga katta riskda endi bu, ya'ni bir yilda bir marta san 100 millionlik o'yinchi olib kelishga imkoniyating bor. U Real Madridchalik moliyaviy imkoniyati kuchli emasda hozirgi Barselona. Ya'ni kuchsiz Barselonaga 100 million yig'ib, uni jamg'arib, uni yana o'yinchi olib kelish, bu men deydi, bu yetti o'lchab bir kesadigan masalada. Barselona uchun xato qilishga haqqi yo'q bo'lgan holatda turibdi va u Alvaresga 100 million tikdi. Florentino Perez nima qildi? Seshanba kuni prezidentlik saylovi o'tish bilan 150 millionlik yubordi. Nimaga? U, men o'ylayman, katta ehtimol bilan Florentino Perez Barselonaning iqtisodiy holatini o'rganib, 150 million unga shartnoma yubora olmasligini bilib turib, u shunday ish qildi. Nimaga? Ya'ni misol uchun aytaylik, Barselona 100 million tikdi, yo degandan keyin 120 million tikish mumkin edi, lekin bu yerda Atletico Madrid aytadiki, undan ko'ra Real Madridga sotganim yaxshi 150 millionga degan masalalar bor-da. Ya'ni sotmasligi uchun ham qilib o'tdi-da bu ishni. Ya'ni Julian Alvaresni Barselonaga sotmasligi uchun ham u aynan Julian Alvaresga 150 millionlik shartnoma yubordi. Florentino Perez daho do'stlar, bir o'q bilan ikki quyon. Tasavvur qilyapsizmi? Undan keyin bo'layotgan masalalarni qarang. Mana Ispaniya terma jamoasida bitta ham Real Madrid futbolchilari yo'qligi haqida o'tgan videoda aytib o'tgandik. Ko'rmagan bo'lsangiz ko'rib o'ting. Aynan shu videoni Real Madrid vakillari ko'rganmi deyman va bu narsa Real Madrid imajiga ta'sir qiladi, brendiga ta'sir qiladi degan gaplarimni ular tahlil qilishganmi bilmayman va ular shuni o'rganib chiqib kimni olib kelishibdi? Kukurela do'stlar. Kukuradan bekordan bekorga shunchaki Alvaresni o'rniga olib kelishgani yo'q. Ular agar mabodo Ispaniya terma jamoasi chempion bo'lsa, tarkibida Real Madrid o'yinchisi bor edi degan
gap bo'lish uchun edi. Bu men endi o'ylamayman shu bular Alvaresga, ya'ni chap qanot himoyachimizga karyerasiga umid bildirmayotgandi deb o'ylamayman. U ham zo'r himoyachi, zo'r o'yinchi, lekin ular aynan Kukurelani olib keldi. Ya'ni nimaga Kukurela desa, chunki Ispaniya terma jamoasida, ya'ni chempion, jahon chempioni bo'lsa, ular tarkibida Real Madrid futbolchisi bor degan. Endi nimaga Rodri emas degan masala bor. Rodri emasligini sababi Bernardo Silva keldi. Rodri funksiyasini bajarishi kerak bo'lgan pozitsiyaga Bernardo Silva keldi deb Manchester Citydan. O'shaning uchun endi ular Manchester Cityning o'zi ham Rodri bilan shartnoma tuzish imkoniyatini ko'rib chiqyapti, ya'ni uzaytirish. Shuning uchun endi Fabrizio Romanoning aytishi bo'yicha Bernardo Silva olingani Rodri transferini deyarli nolga tenglashtiradi degan. Xo'p, endi keyingi masalalar turibdi. Misol uchun Ispaniya terma jamoasi asosiy favorit edi. Endi unda Real Madrid o'yinchisi bor. Bu Cucurella. Ikkinchisi Argentina, Fransiya terma jamoasida shundoq ham bor. Portugaliya terma jamoasida bor Bernardo Silva do'stlar. Asosiy favoritlar va to'rtinchisi bu Braziliyada bor va eng muhimi bu Argentina. Argentina terma jamoasi tarkibida o'sha yosh o'yinchini olib kelgandi, Mastantuono degan o'yinchini, u o'sha yorqin kelajak, Argentina terma jamoasini kelajagi deb e'tirof etilgan, lekin jahon chempionatiga bormadi. Endi Argentina terma jamoasi chempion bo'lsa nima bo'ladi? Real Madrid o'yinchisi yo'q. Ya'ni Brentga bu salbiy ta'sir ko'rsatadi. Barselonaning o'sha o'yinchilari, o'sha sobiq o'yinchisi Lionel Messi yana keng muhokama qilinadi. O'shaning uchun bu endi Real Madrid navbatdagi yurishni amalga oshiryapti. Katta ehtimol bilan do'stlar, katta ehtimol bilan Enzo Fernandes o'sha jahon chempionati finaliga qadar Enzo Fernandes bilan shartnoma tuziladi. Bu nimaga? Argentina terma jamoasi ham Real Madrid o'yinchisi bor. Ular katta shov qilishmoqchi, Real Madridga shu yangi o'yinchilar kelganda bittada jahon chempioni kubogi bilan kelishmoqchi. Mana biz jahon chempionini olib keldik demoqchi. Esingizda bo'lsa, James Rodriguez ham chiroyli gol evaziga olingandi. Manakada o'ynab yurganda, yorqin o'ynab yurganda, chiroyli o'ynaganda Kolumbiya terma jamoasida o'sha bitta to'xtatib havoni o'zida tepgan juda ham chiroyli zarbasi, o'sha jahon chempionatining eng chiroyli goli bo'lgan. Aynan shu uchun olib kelingan. Endi pozitsiya nuqtai nazaridan o'sha paytda unchalik ham muhim, eng aniyat qadimiy o'yinchi bo'lmagandir, lekin aynan shu yoqimtoy bo'lganligi uchun Florentino Perez shunaqa odat bor, yoqimtoy futbolchilarga oq solib qo'yadi. Va James Rodriguezni ham olib kelgan. Endi mana shu va uni buyuk o'yinchi sifatida qabul qilingan-da. Ya'ni o'sha yosh o'yinchi, iqtidorli o'yinchi hamda jahon chempionati eng chiroyli goli muallifi sifatida klubga kirib kelgan. Endi bular nima qilishmoqchi? Har bitta o'sha jahon chempionati tugagandan keyin, ya'ni o'sha komandalar o'zini jamoasiga qayta trenirovka boshlaganda, ular jahon chempionini kutib olishmoqchi. Shuning uchun ham favoritlar har bitta favoritlardan bitta o'yinchi olishmoqchi. O'shaning uchun katta ehtimol bilan Enzo Fernandes bilan shartnoma tuzilsa kerak do'stlar. Bu narsa o'sha Argentina terma jamoasi ham chempion bo'lsa, ular ham tarkibida Real Madrid o'yinchisi muhim o'rin egallagan deb shov-shuv ko'tarish hisoblanadi. Keyingi masalalar, misol uchun Ruben Dias masalasi bor. Endi Real Madrid harakat qilyapti deyapti. Shaxsan menga Joshua Guardiola yoqardi. Nimaga deganda u yosh o'yinchi, lekin Ruben Diasni bitta hozir malakasi sifatida, ya'ni opti, tajriba sifatida olib kelyapti. O'zi shundoq ham, misol uchun Hausen bor, hozir Konate keldi. Mana eng asosiy ikkita himoyachi rotatsiya sifatida Rudiger hamda Diasni olib qolish mumkin. Agar Dias kelmaydigan bo'lsa, Raul Asensio qoladi. Katta ehtimol bilan Raul Asensio bu ketsa kerak. Real Madridda shunday yangiliklar do'stlar. Qisqa video bo'ldi. Umid qilamanki bizni qo'llab-quvvatlaysiz, obuna bo'ling, do'stlaringizga ulashing hamda layklar bosing. Zero biz sizlar uchun harakat qilyapmiz. Sizlar bilan futbol choyxonasi tahliliy ko'rsatuvi, tahliliy podkasti desak ham bo'ladi. Dilshod Salihov. Salomat bo'ling.